Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Zelenskiy Rossiyaga dahshatli qish bilan tahdid qildi. G7 uchrashuvi bo'lmaydimi? Kreml Zelenskiyning bayonotiga munosabat bildirdi. 60 ta dron yopilgan aeroportlar va neft zavodi. Moskva navbatdagi zarbani boshdan kechirdi. Vatikan va yahudiylar lobbisi Putinni aldadi. Lukashenko. Biz bu yerga o'zbeklarning mentalitetini ko'rsatish uchun kelganmiz. Kannavara. Toshkentda tarixiy uchrashuv. Amerikaning eng yirik kompaniyalari O'zbekistonga yuzlanmoqda. Zelenskiy Rossiyaga dahshatli qish bilan tahdid qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy agar yaqin oylarda harbiy harakatlar to'xtatilmasa, Rossiyani dahshatli qish kutayotgani haqida ogohlantirdi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina o'tgan qishga o'xshash davrni yana boshdan kechirishni istamaydi, ammo Rossiyani ham sinovlar kutmoqda. Bizda dahshatli qish bo'ldi va ularga ham oson bo'lmaydi, dedi Zelenskiy G7 sammitida jurnalistlarga. Shuning uchun deb ta'kidladi, harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni sovuq tushkunga qadar boshlash kerak. Ukrainada 2025-2026 yilgi qish mavsumida Rossiyaning zarbalari tufayli ko'plab aholi punktlarida elektr energiyasi, suv va issiqlik ta'minoti bo'lmadi. Kiyevda kuchli sovuqda ko'plab uylar markazlashgan isitish tizimisiz qolgan edi. G7 uchrashuvi bo'lmaydimi? Kreml Zelenskiyning bayonotiga munosabat bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov Vladimir Putin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiydan G7 sammiti doirasida uchrashuv o'tkazish bo'yicha rasmiy taklif olmaganini ma'lum qildi. Bu haqda u matbuot anjumanida aytdi. Albatta bunday taklif bo'lgani yo'q. Bilasizmi? Moskva va Kiyev o'rtasida rasmiy aloqa kanallari ham mavjud emas, degan Peskov. Kreml vakiliga ko'ra, Putin tomonidan Zelenskiyga barcha zarur fikrlar aytilgan, takliflar bildirilgan va bir necha bor takrorlangan. Ammo agar Zelenskiy mas'uliyat bilan va jiddiy muloqot qilishga tayyor bo'lsa, Kiyev rejimi nima haqida gap ketishini yaxshi biladi. U har doim Moskvaga kelishi mumkin, u yerda uni qabul qilishadi, deb qo'shimcha qilgan Peskov. 60 ta dron yopilgan aeroportlar va neft zavodi. Moskva navbatdagi zarbani boshdan kechirdi. 16-iyun tongida Moskva hamda Moskva viloyati yana Ukraina qurolli kuchlarining uchuvchisiz uchish apparatlari bilan ommaviy hujumga uchradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujumlar havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan kuchaytirilgan. Biroq dronlardan biri Moskva neftni qayta ishlash zavodi hududiga yetib borib, obyektga shikast yetkazgan. Jabrlanganlar yo'q. Hodisa joyida favqulodda xizmatlar ish olib bormoqda. Moskva shahar meri Sergey Sobyanin 16-iyun kuni ertalab o'zining kanalida Mudofaa vazirligi PVO tizimi tomonidan 25 ta uchuvchisiz qurilma yo'q qilindi deb ma'lum qildi. Vatikan va yahudiylar lobbisi Putinni aldadi. Lukashenko. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga bostirib kirilganidan so'ng qo'shinlarga Kiyevdan chekinishni buyurgan, chunki undan buni muayyan siyosatchilar va kuchlar so'ragan. U tinchlikni tiklamoqchi bo'lgan, biroq aldangan. Bu haqda Aleksandr Lukashenko Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Menimcha, bosh shtabdagi harbiy vakillarimiz ham agar ular Kiyevga hujumni davom ettirganida, u yerda Zelenskiy ham hech kim qolmagan bo'lardi deb hisoblashadi. Ularni yana bir marta aldashdi. Bu Vatikan va ajablanarlisi yahudiy lobbisi isroilliklar edi. Ular Zelenskiy nomidan bo'ldi, tinchlikka rozi bo'lamiz deydi. Boshqalar ham. Men shundan kelib chiqdim. Keyin esa urush cho'zilib ketdi, deb javob berdi Lukashenko. U shuningdek Putin qo'shinlari 2022-yilda Kiyevda bo'lganini va Rossiya prezidenti qo'shinlarni Ukraina poytaxtidan olib chiqishga rozi bo'lmaguncha hamma Ukrainaning kunlari sanoqli ekanini tushunganini aytdi. Belarus prezidentining so'zlariga ko'ra, Kiyevdan chekinish to'g'risidagi qaror Putin tomonidan tinchlikni
tiklash uchun qabul qilingan. Uning fikricha 5-yil davom etayotgan urushda hech kim o'z maqsadiga erishmadi, ammo Rossiya armiyasi muvaffaqiyatliroq va oldinga siljimoqda. Shuningdek, Lukashenko Zelenskiyga ehtiyotkor bo'lishni, tinchlanishni va uni Belarus aholisini qo'zg'atmaslikni tavsiya qildi. Avvalroq may oyi oxirida Lukashenko Ukraina prezidenti giyohvand moddalar iste'mol qilishi va ruhiy kasallikka chalingan bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Lukashenko Zelenskiy haqidagi keskin so'zlarga izoh berar ekan, qayerdadir oshirib yuborganini tan oldi. Balki men qayerdadir oshirib yuborgandirman, lekin bu uning noo'rin bayonotiga javob edi. Bizda 500 ta nishon bor. Biz Lukashenkoning qayerdaligini bilamiz. Biz ertaga raketalar, dronlar bilan zarba beramiz dedi. Men indamadim. Hatto hamma mening indamaganimga hayron bo'lardi. Men tushunardim, odam shunday bosim ostida, yosh, tajribasiz, u harbiy odam emas, balki miyasida nimadir ishlamayotgandir. Men indamadim. Ammo menga tahdid qila boshlaganida javob berishga majbur bo'ldim dedi Belarus rahbari. Agar Vladimir Aleksandrovich mendan ranjigan bo'lsa, bu gapim uchun undan uzr so'rayman. Balki u haqda bunchalik keskin gapirmasligim kerak edi. Ammo boshqa tomondan u tushunishi kerak. Bizda ko'pincha shunday deyishadi. Qanday gapirsang, shunday javob olasan dedi Lukashenko. Biz bu yerga o'zbeklarning mentalitetini ko'rsatish uchun kelganmiz. Cannavaro. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi Fabio Cannavaro Kolumbiyaga qarshi o'yin oldidan raqib o'yinni batafsil tahlil qilganini aytdi. Bu haqda Cannavaro o'yin o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z ochdi. Bu biz uchun ilk jahon chempionati. Ertaga butun mamlakat bizga muxlislik qiladi. Barcha futbolchilar uchrashuvga tayyor deydi Cannavaro. Murabbiy terma jamoa himoyachisi Abduqodir Husanov haqida ham to'xtalib o'tdi. Husanov albatta muhim himoyachilardan biri. Uning yanada yuqori darajaga chiqishi imkoniyati bor. Ayni paytda ham u yuqori saviyada o'yin ko'rsatmoqda deydi italiyalik mutaxassis. Cannavaroning ta'kidlashicha, O'zbekiston terma jamoasi mundialda nafaqat natija, balki o'zbek xalqining xarakterini ham namoyish etishni maqsad qilgan. Biz bu yerga eng yaxshi fazilatlarimizni, o'zbeklarning mentalitetini ko'rsatish uchun kelganmiz. Men jamoa bilan ishlash jarayonida o'z tajribamni ulashishga harakat qildim. Chunki men ham o'z vaqtida jahon chempionatida debyut qilganman va futbolchilarga shu tajribalarni yetkazishga intildim dedi u. Kolumbiya va Portugaliya yuqori darajadagi futbol namoyish etadi. Ularning tarkibida kuchli ijrochilar jamlangan. Shuning uchun ularga qarshi ehtiyotkorlik bilan harakat qilamiz. Kolumbiyada nafaqat James Rodriguez emas, boshqa ko'plab yuqori saviyadagi futbolchilar bor. Kolumbiyani yaxshi o'rgandik. Ular har bir vaziyat uchun oxirgacha kurashadi. Biz ham o'z imkoniyatlarimizni namoyish etish uchun maydonga tushamiz deydi O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi. Toshkentda tarixiy uchrashuv. Amerikaning eng yirik kompaniyalari O'zbekistonga yuzlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi arafasida AQShning yetakchi kompaniyalari delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazdi. Davlatimiz rahbari mazkur uchrashuv oxirgi yillarda vujudga kelgan yaxshi an'ananing davomi, AQSh ishbilarmonlarining O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirishga qiziqishi ortib borayotganining tasdig'i ekanini mamnuniyat bilan qayd etdi. Iqtisodiy hamkorlik O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi strategik sheriklikning asosiy tayanch nuqtalaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. Mamlakatimiz yetakchisi ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan bir qator dolzarb yo'nalishlarni belgilab berdi. Muhim minerallarni o'zlashtirish va qayta ishlash, energetika, metallurgiya, moliya, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va boshqa ko'plab sohalarda aniq loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratilmoqda. AQShning yirik kompaniyalari rahbarlari, investorlar samarali faoliyat yuritishga qaratilgan qulay sharoitlar uchun O'zbekiston prezidentiga minnatdorlik bildirib, o'zlarining aniq taklif va rejalarini bayon etdilar. Davra suhbati yakunida AQShning yetakchi kompaniyalari bilan ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi bo'lib o'tdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.